Qornim to'sin aytaman. Ochamiz hozir. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana bu sizga Rajab brendidan qaymog'imiz issiqqina non bilan bitta tasib ko'rib ta'miga baho berib yuboringchi. Ta'mi qanaqa? Nonnimi, qaymoqnimi? Ikkalasini ham. Ko'rinishi ham zo'r, ta'miga ham gap yo'q, juda zo'r. Bafin zo'r aka. Bitta tasib Bismillahirrohmanirrohim. ko'rgan holda. Yaxshi, yoqdim. Ajoyib. O'zim bangi notanishdan emas, zo'r. Ajoyib. O zo'r qaymoq ekan-ku bu. Vaqti dahshat. Mazasiga yaxshi ekan qizim. Zo'r ekanmi? Zo'r ekan qizim. To'ppa saniga gap bo'lishi mumkin emas. Hozir Rajabda mahsulot xarid qilasizmi? Smetana qaymog'idan keyin yogurt gaplar. Yogurtda ham zo'r, ha? Qulupnari juda zo'r. Ha, hozir Marjonda mahsulotlarini ko'rib turibmiz. Juda zo'r, yoqadi. Mana ko'rib turibsiz-da, to'g'ri? Aha. Aslan olamaymiz sizlarga zo'r ekan qaymoqlarim. Normal ham tanchasi. Normal emas, zo'r. Endi uydagilar tasma olib kelishadimi? Yo, o'zi olib kelishadimi Rajabovdan sizga? Aytam olib kelishadi. Yoshlikdagi qaymoqlarni ta'mini berdi lekin haqiqatan yaxshi. Baraka topsin. Rajabovdan mahsulot xarid qilganingiz uchun Rajab qaymoqlari yana sizga sovg'a. Rahmat. Har doim Rajab mahsulotlaridan xarid qilganingiz uchun Rajab brendidan mana sizga qaymog'imizni sovg'a qilamiz. Rahmat, rozi bo'linglar. Sizga Rajabov qaymoqlarini Birovni sotdim. sovg'a qilamiz. O ishingga oila o'ngidan ketib, piri badavlat bo'laver.